Assalomu alaykum, hurmatli viloyatdoshlar. Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan mamlakatimizda so'nggi yillarda xalq deputatlari mahalliy kengashlarining hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholini ijtimoiy himoya qilishga oid dolzarb masalalarni hal qilish bo'yicha vakolatlari kengaytirilib, xalq hokimiyatchiligini to'laqonli ro'yobga chiqarish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini takomillashtirish, ularning mustaqilligi va samaradorligini oshirish maqsadida mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hududiy boshqaruvni aholi manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida nomarkazlashtirish va xalq deputatlari kengashlari vakolatlarini muvozanatli taqsimlash, har bir bo'g'indagi mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining vazifa va funksiyalarini aniq belgilash maqsadida Prezidentimizning 2025-yil 23-iyundagi O'zbekiston Respublikasida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 98-sonli farmonlari qabul qilindi. Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari o'z faoliyatlarini mazkur qonun va farmonlar asosida amalga oshirib kelishmoqda. Xususan, joriy yilning o'tgan davrida mahalliy kengashlar faoliyati izchil va samarali tashkil etilib, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Kengash sessiyalarida dolzarb masalalarning muntazam muhokama qilinishi, ijro etuvchi organlar rahbarlarining hisobot va axborotlarni eshitish amaliyoti yo'lga qo'yilganligi, qabul qilingan qarorlarning elektron platformalar orqali rasmiylashtirilishi ochiqlik, oshkoralik hamda raqamlashtirish darajasini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Deputatlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari, ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar orqali jamoatchilik bilan muloqotni mustahkamlash, aholi muammolarini o'z vaqtida o'rganish va hal etishga qaratilgan amaliy choralar ko'rilib, kengash qarorlari ijrosi doimiy komissiyalar va kotibiyat mas'ullari tomonidan qat'iy nazoratga olinishi ta'minlanmoqda. Joriy yilning birinchi yarim yilligida Xalq deputatlar viloyat kengashining 8 ta sessiyasi o'tkazilib, ularda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga oid 55 ta dolzarb masalalar muhokama etilgan hamda tegishli qarorlar qabul qilingan. O'tkazilgan sessiyalarda mahalliy ijro organlari rahbarlarining 14 marotaba hisobot va axborotlari eshitilgan. Mahalliy kengash deputatlari tomonidan qonunlar, farmonlar va qarorlarda belgilangan vazifalar ijrosi 7 marotaba nazorat tahlil tartibida o'rganib chiqilib, o'rganish yakunlari sessiyalarda tanqidiy muhokama qilingan. Mahalliy kengash deputatlari tomonidan dasturlar ijrosi, saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda ko'tarilgan masalalar hamda joylarda aniqlangan kamchiliklarning sabablari va ularning bartaraf etilishini ta'minlash bo'yicha davlat organlari rahbarlariga 55 ta deputatlik so'rovlari yuborilib, ijrosi nazoratga olindi. O'tgan 6 oyda deputatlar o'z saylovchilari bilan 61 ta uchrashuvlar o'tkazishib, ko'tarilgan 200 ga yaqin muammoli masalalarning qariyb 85% belgilangan tartibda hal etilishi ta'minlandi. Deputatlar tomonidan so'nggi yillarda qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyati hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni targ'ibot qilish maqsadida televideniya va radio hamda ijtimoiy tarmoqlarda 700 dan ortiq chiqishlar qilindi. Xalq deputatlari viloyat kengashi sessiyalarining barchasi ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Sessiyalarning jonli efirga uzatilishi ta'minlangan. O'tgan davrda xalq deputatlari viloyat kengashining doimiy komissiyalari tomonidan ham tasdiqlangan ish reja asosida muayyan ishlar amalga oshirildi. 2026 yilning birinchi yarim yilligida
doimiy komissiyalar tomonidan jami 40 ta komissiya yig'ilishlari o'tkazilib, ularda 80 dan ortiq masalalar muhokama qilindi hamda tegishli qarorlar qabul qilindi. Hududlarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ijrosini samarali nazorat qilish hamda mahallalardagi muammolarni hal etishda mahalliy kengashlar deputatlarining mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligi ham yo'lga qo'yildi. Xususan 365 nafar mahalliy kengashlar deputatlari joriy yil uchun dasturlarga kiritilgan 937 ta obyektlar va loyihalarga biriktirilgan bo'lib, deputatlar tomonidan barcha loyihalarning amaldagi holati o'rganib chiqilib, aniqlangan muammolarning mahalliy yettiligi vakilligi bilan birgalikda bartaraf etilishi ta'minlandi. Xalq deputatlari viloyat kengashi tomonidan viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha dastur va yirik loyihalar sessiyalarda muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilinib kelinmoqda. Xususan, viloyat kengashining joriy yil fevral oyida bo'lib o'tgan 23-sessiyasida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman maqomi berilgan Shofirkon va G'ijduvon tumanlari, Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar hamda tanlab olingan og'ir tumanlar va mahallalarda aholi yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun qulay muhit yaratish, solishtirma ustunlik yo'nalishlarini ishga solishga qaratilgan kompleks rivojlanish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan loyihalar muhokama qilindi. Muhokamalar natijasida kengashning tegishli qarori bilan Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman maqomi berilgan Shofirkon va G'ijduvon tumanlarida aholi yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun qulay muhit yaratish uchun 2026 yilda davlat byudjetida nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladigan loyihalarning manzilli dasturi, viloyatdagi 35 ta Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalarni kompleks rivojlantirish manzilli ro'yxati hamda viloyatda og'ir tumanlarning ixtisoslashuvi, geografik joylashuvi va boshqa infratuzilmaviy imkoniyatlaridan kelib chiqib, solishtirma ustunlik yo'nalishlarini ishga solishga qaratilgan kompleks rivojlanish manzilli dasturi tasdiqlangan va ijroga qaratilgan. Shuningdek, kengashning joriy yil may oyidagi sessiyasida Buxoro viloyatida 2026 yil mahalla infratuzilmasini yaxshilash orqali xizmatlar sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga shart-sharoit yaratish va aholi bandligini ta'minlashga turtki beruvchi loyihalar muhokama qilinib, tegishli qaror qabul qilindi. Mazkur qaror bilan viloyat bo'yicha jami 49 ta driver loyihalari hamda loyihalar doirasida qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladigan 80 ta obyektlar ro'yxati tasdiqlangan hamda mazkur ishlarni amalga oshirish uchun respublika byudjetidan 136,5 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilangan. Mahalliy kengashlar dasturlari tomonidan joylarda o'tkazilgan o'rganish va saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar davomida aniqlangan muammo va takliflar asosida hududlarni rivojlantirish uchun ajratilayotgan mablag'larning maqsadli sarflanishi deputatlar tomonidan alohida nazorat qilinib borilmoqda. Albatta, erishilgan har bir yutuq o'zimizniki, ammo hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham talaygina. Zero hayot davom etar ekan, hududlarni ijtimoiy rivojlantirishni, aholining talab va ehtiyojini to'la qondirish bo'yicha yangi vazifalar ham paydo bo'laveradi. Bu holatni o'z vaqtida ilg'ash uchun mahalliy kengashlar deputatlari doimo xalq ichida bo'lishi lozim. Qolaversa, mahalliy kengashlar vazirlik va idoralarning quyi bo'g'inlari bilan joylarda yangi yondashuv asosida ishlashi davrning muhim talabidir. Ish faoliyatimizda ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Maqsadimiz belgilangan ijtimoiy, iqtisodiy loyihalarni to'la ro'yobga chiqarish orqali viloyatimizni har jihatdan rivojlantirish va xalqimizni rozi qilishdir.
Buning uchun salohiyat, kuch va imkoniyatlar yetarli. Barchamiz o'z ishimizni tanqidiy baholab, uni butunlay yangicha tashkil etish, vatan va xalq manfaati yo'lida yakdil va hamnafas bo'lishga intilsak, ishonchimiz komilki, ko'zlangan rejalarga albatta erishamiz. Mana yaqinda muhtaram prezidentimiz mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish oldidan Obod mahalla va mehr saxovat oyligi deb e'lon qildilar. Bu da'vat ham barchamiz oldimizga katta vazifalarni qo'yyapti albatta. Endi har bir oilani, har bir ko'chani, har bir mahallani o'z kuchimiz bilan, sa'y harakatimiz bilan obod qilishimizga to'g'ri keladi. Ayrim yordamga muhtoj bo'lgan, imkoniyati cheklangan birodarlarimizga yaxshi ko'ngil xushlikni baxshida etib, mana shu vatanimizni ulug' bayramni munosib kutib olamiz deb ishontiramiz albatta. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.